Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yangi mavzu, ya'ni bosh aylanishi haqida gaplashamiz. Buning turlari, kimlarda uchrashligi, sabablari, hammasini birma-bir tanishib chiqamiz. Xo'p, bosh aylanishini gapirishdan oldin uning turlari haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Bosh aylanishi asosan ikki katta guruhga bo'linadi. Birinchisi sistem bosh aylanishi, ikkinchisi esa bu nosistem bosh aylanishi. Sistem bosh aylanishi bu juda kuchli bosh aylanish, ya'ni bunda bosh miya chirpirak bo'lib aylanadi, patologlar atrof muhit aylanadi, bemor o'zi tik yura olmaydi, bemorda ko'zda nistagim bo'lishi mumkin, ya'ni noaniq ko'rish yoki bo'lmasam ko'ngil aynishi, qusish kabi simptomlar bo'lishi mumkin. Sistem bosh aylanishda ko'pincha bemor o'zi yura olmaydi yoki yursa ham devorga yoki biron narsaga tirab yuradi, o'zi yura olmaydi. Bu sistem bosh aylanishiga kiradi. Endi nosistem bosh aylanishiga haqida gaplashamiz. Nosistem bosh aylanishi bu sistem bosh aylanishiga qaraganda ancha yengil. Bunda yengil bosh aylanishi, ko'z qorong'ilashishi, yoki bo'lmasam xuddi odam yiqilib tushaydigandek his paydo bo'lishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, shu kabi simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, sistem bosh aylanishi kimlarda uchraydi va qaysi kasalliklarda uchraydi va nosistem bosh aylanishi qaysi kasalliklarda uchraydi, buni hozir gapirib o'tamiz. Demak, sistem, ya'ni o'sha kuchli bosh aylanishi bu Menier kasalligida, xavfsiz paroksizimal pozitsion bosh aylanish kasalligida, vestibulyar nevritda, bundan tashqari yana miyacha yoki miya ustunida insult holatlarida shunaqa kuchli sistem bosh aylanishi kuzatiladi. Bu kasalliklari birma-bir keyinchalik hammasini gapirib o'tamiz. Nosistem bosh aylanishiga sabablar juda ko'p. Bu misol uchun daveniyani oshib ketishi yoki bo'lmasam tushib ketishi, eng ko'p uchraydigan yana sabablardan bittasi bu qon kamlik kasalligi yoki bo'lmasam har xil nevrozlarda, depressiyalarda va bunda nosistem bosh aylanishi kuzatiladi, ya'ni yengil bosh aylanishi. Sizlar bilan birinchi o'rinda sistem bosh aylanishi sabablarini va ular qaysi kasalliklarda uchrashini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda Menier kasalligi haqida gaplashsak. Menier kasalligida ham sistem, ya'ni kuchli bosh aylanishi kuzatiladi. Bunda bemorda kuchli bosh aylanishdan tashqari quloqda shovqin, eshitish pastligi, ko'ngil aynishi yoki qusish holatlari kuzatiladi. Menier xuruji davomiyligi bir necha minutdan bir necha soatgacha bo'lishi mumkin. Hatto 12 soat, 24 soatgacha bo'lishi mumkin. Lekin asosan ko'pincha yarim soatdan 3 soatgacha bo'ladi. Hop, bunday holatda kuchli bosh aylanishni haliga aytib o'tganimdek, kuchli bosh aylanishi plus quloqda shovqin yoki eshitishning pasayib qolishi, ko'ngil aynishi, qusish holatlari ham bo'ladi. Va bu eng uzog'i 24 soatgacha davom etishi mumkin. Xurujlar o'tib ketgandan keyin bemor xuddi hech narsa bo'lmaganday yana sog'lom ishini davom ettiraveradi. Kasallikning boshlanishiga yiliga 2-3 marta xurujlar bo'lishi mumkin. Lekin agar kasallik kuchayaversa, haftasiga 1-2, даже 3 martagacha ham bunday xurujlar kuzatilishi mumkin. Menier kasalligi bilan kasallangan bemorlar tuzni iste'mol qilishni cheklashlari kerak. Bo'lmasam kasallik kuchayaveradi va albatta buni qancha oldin davolansa, shuncha effekt yaxshiroq bo'ladi. Agar Menier kasalligi davolanmasa, sekin-asta karlikka olib kelishi mumkin. Do'stlar, keyingi videolarimizda boshqa sistem bosh aylanishlari haqida gaplashib o'tamiz. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting.